Ba'zi yirtqichlar ko'zi bilan emas, o'ljaning eng mayda shildirashini eshitib ov qiladi. Qorong'ida ham tovush xaritasi bilan hujumni aniq uradi. Katta kulrang boyqush o'ljani ko'pincha ko'rmaydi. U tovushni ushlab, aniq joyini topadi. Keyin qalin qor ichiga sho'ng'ib, sichqonni bir zarbada oladi. Quloqdor boyqushning yuzidagi dumaloq disk tovushni quloqqa yo'naltirib beradi. Shu sabab u tungi jimlikda eng mayda qimirlashni ham filtrlab ushlaydi. Serval baland o'tlar ichidagi kemiruvchini avval eshitadi, keyin prujinadek sakrab uradi. Eng hayratlanarlisi, u ko'pincha o'ljani ko'rmasdan turib, tovush bo'yicha sakrash burchagini topadi. Quloqdor tulki qum ostidagi hasharot yoki kemiruvchini eng mayda g'imirlashidan topadi. Keyin qumni 1-2 kavlab o'ljani darrov chiqarib oladi. Qizil tulki o'ljaning g'imirlashini eshitib, qor ustida sakrab sho'ng'ib ov qiladi. U ko'pincha aynan tovush kelgan nuqtani mixlab uradi. Silovsin uzun quloq tuklari bilan mashhur, lekin uning asosiy quroli sokinlikda tovushni tutish. U o'ljaga yaqinlashganda deyarli shovqin chiqarmaydi. O'lja esa o'z tovushi bilan o'zini sotib qo'yadi. Karakal qushning qanot qoqishini yoki yerda g'imirlashni eshitib, bir zumda sakraydi. Eng hayratlanarli tomoni, u juda tez sakrash bilan o'ljaga ulgurib qoladi. Koyotlar ko'pincha quloq bilan ov qiladi. O'ljaning qimirlashini eshitib, yo'nalishini topadi. Ba'zan ular jamoa bo'lib, tovush orqali bir-biriga ishora qilib ham ovni bo'lib olishadi. Ormiya pashshasi chigirtkaning chirillashini eshitib, aynan ovoz kelgan joyga uchib boradi. Eng dahshatlisi, u topgan o'ljaga lichinkasini qoldiradi va ov tovush bilan topilgan tuzoqqa aylanadi. Ko'ryapsizmi? Ayrim yirtqichlar o'ljani ko'z bilan emas, tovush bilan ushlab oladi. Eng hayratlanarli misollarni yana davom ettirishimizni xohlasangiz, obuna bo'ling. Qo'shimcha materiallar va kengaytirilgan izohlar faqat Telegram kanalimizda. Hozir kiring. Ro'yxatdagi har bir jonzot bo'yicha alohida faktlarni ham joylab boramiz.